Bu to'g'ri chok mashinkasi. Men hamma mashinkalarim Bayudan foydalanaman. Demak, orqa tomoniga knopkasi bor. Bismillah. Mana o'zi knopkani bossak yonadi. Bu yerda o'zini elementlari bor, funksiyalari bor. Ya'ni buni ko'tarsak bizga choklarini yuqoriga qilib beradi. Mana yuqori tezlikda qilib beradi. Pastdagi knopkani bossak bizga sal tezligini tushirib beradi. Bu mashinkani endi foydalanishni boshlaganimizda eng pastiga qo'yib biz mana bosib tursak, eng past demak 200 ekan. Mashinka asta yuradi, hech qanday qiyinchiliksiz tikishni o'rganib olasiz. Keyin sekin-sekin yuqoriroqqa ko'tarib, mana 500-600 qilib, undan keyin 1000 qilib foydalansangiz bo'ladi. Bunisi tugmasi esa o'sha mana bu ignani, mashinka ninasini tikkanimizda pastga kirib qolib to'xtashi, yana bitta bossak yuqoriga borib to'xtashi bo'ladi. Biz ko'proq tikib tugatganimizda ninamiz pastga kirib qolib to'xtagani yaxshi, chunki biz pavorot qilgan paytimizga nina pastga kirib qolgani bizga yaxshi. Mashinkani bunisi qismi esa mana buni 5 ga qo'ysak, hamma mashinka 5 gacha bo'ladi. Eng katta chok bo'ladi, ya'ni bizga chokni masofasini, oralig'ini yirik qilib beradi. Biz primerka jarayonida 5 ga qo'yib ishlasak bo'ladi. Zborkaga foydalanganimizda 5 chokka qo'yib ishlasak bo'ladi. Qolgan paytda deganda o'zi oxiri uch, ba'zi mashinkalar 2, 2,5 bo'lib keladi. Mana bu qismi esa bu zakritka deyiladi. Mana biz bosganimizda mashinka orqaga qarab yuradi. Qo'yganimizda esa yana oldiga qarab yuradi. Bu zakritka deyiladi. Demak, bu qismi ikkita ip qo'yib foydalansak bo'ladi. Birinchi ip bizda mashinkaning ninasiga qarab o'zini yo'llari bor, mana ko'rsatib berilgan. Birin-ketin kelib, oxirida o'sha ninani teshikchasidan o'tkazib foydalansak bo'ladi. Ikkinchi ipimizdan esa mana bu yerdan o'tkazib turib, mana bu burni desak ham bo'ladi. Burnidan o'tkazib, mana bu yerga bunaqa shpulkani qo'ysak, mana bizga buni to'ldirib, aylantirib beradi. Ham ishlab turadi, ham kerakli ipni qo'ysangiz bizga to'ldirib zapas qilib turadi. Demak, pastda bu narsa bizga lapkani ko'taruvchi narsa. Biz ishlab kelayotgan paytimizda lapkani ko'tarib pavorot qilishligimiz uchun biz mana shu narsadan foydalanamiz. Mana bu oyoq qismimizdan foydalanamiz. Ya'ni tizzamiz bilan mana shunday qilsak, mana bizda lapkani ko'taradi. Biz bunga indamasak, mana lapkamiz tushgan holati bo'ladi. Demak, endi tikib ko'ramiz. Har doim tikkan paytimizda pastdagi ipni va yuqoridagi ipni ikkalasini ham olib, baravariga orqa tomonga qo'yib, keyin tikishni boshlashimiz kerak. Chunki ipga biz qaramasak, ip mana bu yerda tursa, pastdan chiqqan ipga qaramasak, bu o'rab olishi mumkin, tagida o'ralib qolib ketadi va choklari tiniq, tekis chiqmaydi. Demak, mana qo'yib oldik. Bu lapkani ko'proq biz koja matosi tikkanda ishlatamiz. Boshqa matolarda ham oson, yengil yurishligi uchun bu lapkadan foydalansak bo'ladi. Men offlayn o'quvchilarimga tekis tikishni o'rgatish uchun eng birinchi darslikdayoq matematika varog'iga tikib ko'rsataman. Chunki matematika varog'ini chiziqlari bor, kataklari bor. O'sha kataklariga qarab turib yuradi va tiniq yuradigan bo'lsa, keyingina matoga tikishni boshlaydi. Endigina mashinkaga o'tirgan kishini xuddi shunday matematika varog'iga tiktirib o'rgataman. Asta sekinlik bilan choklari tiniq, tekis bo'ladigan bo'ladi. Mana chokni qanday tiniq. Shu matematika katakka tikib o'rgansangiz, chokingiz mana shunday tiniq bo'ladi.
Demak, bu to'g'ri chok mashinkamiz haqida ma'lumot oldiz. Endi esa Averlo haqida ma'lumot beraman.